Tesla to'liq mashinasi hozirgi davrimizdagi eng ilg'or texnikalarga yasalgan sifat va unum jihatda bir qator ilg'or hamda oldida turadigan to'liq mashinalarning biri hisoblanadi. Unda bo'lsa, biz Tesla mashinasining o'zini ilishimiz kerakmi yoki bo'lmasa uning o'rniga Tesla pay chekini ilib shu orqali pul tepib Tesla olishimiz kerakmi? Salom do'stlar, Nurlan pul ma'lumotini bir qaytib kelgan qarshi olamiz. Oldi bilan biz Tesla to'g'riliq so'zlashdan burun oldi bilan cho'ng bir bozorga qaraylik. Cho'ng bozorda biz doim nima ish qilamiz? Shu 3 indeks deymiz. Buni agar indeksni tushunmasangiz, 3 cho'ng sivat deb tushunsangiz bo'ldi. Bu sivatning ichida o'qishilmagan holatdagi paycheklar bo'ldi. Bu paycheklar, ichidagi paycheklar, masalan, Tesla 500 dan ichida bo'ldi. Unda bo'lsa, moshning ichida agar mau SP500 buning tushsa, buning ichidagi barliq stoklar, barliq emas, asosan ko'pincha tushib boshlaydi. Nasdaqmi shu, Dow Jonesmi shu. Undan keyin biz oldi bilan qaraymiz SP500. SP500'ü qarasak, mana bu holatda bunday shakllandi. Biz buni 8-oyda bir munozil analiz qilgan. Hozir qanchinchi oy? Hozir 12-oy bo'ldi. Demak 3-4 oy o'tib ketdi. Biz u chog'da qanday analiz qilgan vaqtda, u chog'da bizning analiz qilganimiz naq shu vaqt. Yana biz dedikki, bu hamdi chiqib kelsa, bak masizlik chiqadi, ondan keyin tuvan tushadi. Ondan keyin tushgandan keyin bir keni qaytish bo'lish ehtimoli yuqori. Bak bo'lgan miya chiqadi bo'lmasa, masizlik taqishadi degan to'q. Unda bo'lsa, bu tuzliq 4200 atrofida o'xshaydi. Hozir bizning 8-oydagi diqqat qilsanglar 8-oyda yana 4 oy burun analiz qilganimiz hozir bilan o'xshashmi emasmi? Shuni bir surishtirib boqaylik. Agar qarasanglar, okay, men bu yoqqa survatdan bo'ldi ekan. Survatsak, mavi men kesib ham olay. Agar shuni onda yaxshi bo'lishi mumkin. Okay, give me one sec. Mana mavi sol taraf qismi bo'lsa, bizningki 8-oyda analiz qilganimiz. Amaliy baza qanday bo'ldi? Amaliy baza naq qarasanglar. Okay, give me one second. Okay, right there. Chiqdi, miya shu, ondan keyin tushdi. Tushib, biz degandan sal ostiqaroq tushdi bu. Ostiqaroq tushgandan keyin taqim shart hazırlandı. Ondan keyin usti qarab chiqdi. Chiqib, ikkinchi, birinchi siziq taqashdi. Shunaqmi? Birinchi siziq taqishib, az qaptiga taqishishga. Taqashmasdan asta tushib ketdi. Demak, bu bizning analizimiz to'g'ri chiqdi. Bir odam paychek to'g'riliq so'zlaganda, iqtisod to'g'riliq so'zlaganda o'tganni emas, kelgusini so'zlash kerak. Amal bor. Chunki o'tganni hammadan tushuntirib bera oladi. Nima chiqdi, nima shu bu oson. Ba'zi so'zlaydigan nurg'un so'zlaydigan odamlar bor. Ularning ichida diqqat qilsanglar, agarda u inson shu pul muomalada men cho'qim so'zlayman, mening deganim bozor to'g'riliq fikr ochma deb qolgan bo'lsa, cho'qim u kelgusi to'g'riliq, bozorning kelgusi qanday bo'lish to'g'riliq eg'izish kerak. O'tganga so'zlash so'zlab o'tib kelsak bo'ladi, lekin mühim bir alaylik yo'q o'tgan so'zlar. Bizning niyat deganimiz faqatlam o'tgan bilan hozirgi so'zlash orqali bizning analizimiz to'g'ri chiqdimi, chiqmadimi? Shuni bilish. Demak, 4 oydan beri bizning analizimiz asosan to'g'ri chiqdi. Miya taqashdi. Endi biz o'tganni qaytarib o'taylik. Hozir qarasak qanday bo'lyapti degan vaqtda, hozir bu nima chiqdi deganda miyada baş shakllandi, sol gavda, o'ng gavda, andan keyin bu chiqdi. Cho'qim şey taqish kerak normalda. Taqashmanda bozorda kuch ojiz bo'lib qoldi. Unda taqish bilan asta tushdi. Agar bek chiqib ketsa bu yerdan usti chiqadi, andan keyin yana asta tushishi, undan so'ng muqimlashadi degan gap. Yani andan keyin pek muhim narsa mo'shiya shu. Mana neckline deymiz, ya'ni bo'yin, agar bo'yindan tushib ketsa, bunun tuvan tushishi muqarrarlik. Biz burun so'zlab o'tganda, ya'ni yilning 5-dan boshlab biz deb kelganimiz nima? 3300 deb kelyapmiz. Shunaqmi? Agarda biz siz qo'yganingizda qarasak, bu 3370, 3400 atrofida ekan. Oldin qitim 3500 tushibdi. Hozir 3400 atrofida biz tushish mumkinchilik yuqori deb ataymiz. Ham deymiz bu chirtyosh qarta. Shunlashqa chirtyosh bu bir xil til. Bu orqali nim bo'ladi, nim bo'lmoqchi degan narsani bila olamiz. Odatda bu chirtyosh yoki stock market kelgusi 6 oy atrofidagi iqtisodni belgilab qo'yadi. Bu iqtisodning hozir ahvol emas. Bu kelgusidagi 6 oyning ahvoli. Oldin qitim federal government qanday bo'ldi? Federal Reserve, sorry, not government. Federal Reserve 0.5
interest rate ko'tardi. Unda bo'lgandan keyin bu bozor shundan ko'tarilib ketdi. Nemishqa? Burun 0.75 ko'taryapti hozir. To'satdan 0.5 ko'tardi. Azladi. Undan keyin market buning qatta inkas bildirib, aksi inkas bildirib, yuqori o'rlab ketdi. Endi hozir bo'schu deganda, hozir mayak qarsanglar, mayakni o'ttirda bir bo'shliq bor. Bu bo'shliqni aniq to'ldirish kerak. Cho'qim to'ldirish kerak. Yana birisi odam misol ansatadigan nima degan vaqtda miyaqda okey, başka rang bilan ish bordam. Yerda bosh shakllandi, so'l gavshag'ini, o'ng gavsh shakllansa bu tushib ketadi degan gap. Tushib biz degan 3300 yoki bo'lmasa 3500, 3350 atrofiga kelish kerak. Uningdan keyingini biz yana davomli turda bozorni kuzatish bilan bir vaqtda umumiy iqtisod ham shu pul baholigi qanday menyotadi, Federal Reserve uni kontrol qilyaptimi, qilmayaptimi, shuni qaraymiz. Alright, shunlashqa biz yana bozor bo'lgan ko'z qarashimiz pek o'zgarib ketmadi. Faqatlam bozorda egiz pastlik bor, ham bozorda qo'rqinish bor. Shunlashqa qo'rqinish bo'lg'ashqa mushak kelganda sitet bor. Faqat o'tirdiki opportunist people yokumsa, o'tirdiki paydaldigan, chirchiq shundan iqtisod bildigan odamlar tuvanda oldi, egiz sitet o'tdi, ashna qilib ham o'ynayapti. Pul tepadi. Tepatqa odam bormi? Bor. Ziyodat qilgan odamlar jiq, chunki ularning texnikasi yetmaydi, tushuncha yetmaydi. Okay, unda bo'lsa biz hozirgi ideyamiz bo'yicha aytganda biz bozorni yana tushidi deylik. Yil oxirigacha tushib bo'lmay qolsa, yilningki 3-oylargacha bizga bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa biz Tesla qarab boqaylik. Tesla qanday holatda? Buni ko'rishdan burun Tesla'ningki bir sizg'an bir chirt yo'zi bor. Ya'ni buni biz qachon deganda 2002 yılı 1. ayın 24'ü. Asasen 11 ay burun sızgan. O vaqtda Tesla'nın $9 asasen. Paçlanmagan vaqtda biz şu vaqtda iniqlam $9'dan mana 450 düşüdü degan gap. Demek bo'lmaganda 50% düşüdü degan gap. Biz aşta tahlil qilgan. Bak tushib ketsa 250 bak tas lekin mumkin bo'lmaydi degan olmaydi. Ammo 50% tushishini biz shu yerda muqimlashtirgan. Amli bozor qanday bo'ldi? Amli bozor qarsanglar tushdi, 10 gavd chiqdi, ondan keyin tushib ketdi. Gerçi 10 gavdiningki o'rni, tuvan o'rni miyada 211 miyaqdan sal tuvanroq bo'lgan bo'lsa, ammo biz buningki 10 gavdisini es qila oldik yoki bo'lmasa uni analiz qila olib, ondan keyin miya tushishni es qildik. Hozir bu yoq degan naq mishiya bo'ldi, yana $1450, hozirgi $140 bo'ldi. Chunki bu pashlanib ketdi. Paychak. Shunaqmi? Unda bo'lgandan keyin bu yerda nimachi deganda biz paychakning har bir kichik moment harakatini biz deb bilmaymiz. Biz cho'ng holatdagi harakatini deb bilamaymiz. Ammo bu to'g'ri chiqdi. Agar siz shu vaqtda chirchon tushunmagan bo'lsangiz, Tesla'ning mishada $9 ilib olgan bo'lsangiz, unda qanday siz 50% ziyon tortdingiz ekan. Shunlashqa bu hissiyot tayinlagan ish emas. Qilchi hissiyot tayinish kerak emas. Buningga tushundiganlar bilan so'zlashish, fikrlashish kerak ko'proq. Har qachon zaman siz chiqidi deganda yana bir odamning tushidi degan bir so'zni olishingiz kerak. Siz tushidi deganda yana bir odamning chiqidi degan so'zni olishingiz kerak. Shu joyda o'zingizni neutral holatda o'tirib qo'yib fikr qilishingiz kerak. Yana bir hissiyotni alishtirmay. Shunlashqa hozir shu degan taraf qarab ketib bordi biz degan tarafga. Endi bu qanday bo'ldi degan vaqtda biz sizni ko'rib boqdik. Sizni ko'rsak, endi Tesla hozir endi mayaqda 200 moving average. Weekly chart. Weekly chartda 200 moving average taqilishga az qapti. Agarda biz daily chartni ko'rgan bo'lsak-chi, kundalikni ko'rsak, kundalik bu allaqachon Tesla 200 ni ostida tushib bo'ldi. 150 ni ostida tushib bo'ldi, 50 ni ostida tushib bo'ldi, 8, 20 hamma moving average ni ostida tushib bo'ldi. Bunda holatda biz bundaq stokni olmaymiz, yoki bo'lmasa baxatlar ishkaligini his qilamiz. Agar Tesla'da alohida bir yani fundamentalsda Tesla'ningki topgan pulida yoki bo'lmasa alohida bir yaxshi xabarlar bo'lib qolsa, bu ustiga chiqadi. Chiqib o'sha holatga kelish kerak. Kelgan vaqtda yana 240 atrofida bak bo'lib kelsa, amaliyotda normal holatda bo'lsa 200 atrofiga, 215 atrofida muqimlashtirsak bo'ldi. Agar hozir ilib setyapmiz deb qolsam, o'sha setyaversak bo'ldi. Ammo Tesla hozir masizlikda qochdi. Demak, hozir bu naymingishni qaror qilish holatda.
Astık düşemdi, üstü çıkamdı bunu qarar qilishadi. Bu albatta cho'ng bozor qaraqliq. Shunda bo'lgandan bizning deyishimiz bu yerda bir agar qaraydigan bo'lsak, bu yoqda bir bo'shliq bor. Hech bir bo'shliqni to'ldiramizmi? Mishak bir tushish kerak. Agar bu mishak tushgan holatda bu 150 atrofida bo'ldi. $150 atrofida. 150 ne qildi? 150 naq mishak qildi. 150. Şu 150 atrofida, 148, 150 atrofida bir tushish kerak bu. Ama yana bir siz bitay. Agarda pek tushib ketsa 120. Demek mavu 150, mavu 120. Biz payçak oynaganda nisbatlaştırmız. Astı bu düşüş bilan üstü chiqishning nisbati qancha bo'ldi? Agar bu tushsa biz deymiz bir tushish kerak, anandikin bir chiqish kerak, anandikin tushish kerak. Anandikin bozorning ahvoliga asosan meshada uzun muddat turish kerak, anandikin ustiga ozroq chiqish kerak. Agar meshad olsa hozir bu ustiga nima chiqadi? Ustiga chiqqan vaqtda 215 chiqib, anandikin tushib ketish kerak. Shunlashqa 180 dan olsak bu 115 atrofida setishimiz kerak. Sorry, 215 atrofida setishimiz kerak. Bunun o'tirgi farq qancha bo'ldi? $20, $35 bo'ldi. Agarda biz bu yerdan olsak, 180 dan olsak, amaliyotda bu tushib ketib qolsa $150. Demek bizga bo'lgan ziyon qancha bo'ldi? Ziyon $30 bo'ldi. Demek foydaga asosan tanishib qoldik. Unda o'z qanday qilamiz? Biz strategiya qo'llanamiz. Birsi 150 tushunsak deymiz. Agar biz bak og'imiz kelib ketsa tushmaydi deb qolgandak ishonsangiz, hozir 5 dan masalan 20 olman degan bo'lsangiz, hozir bu yerda 5 ni ilib chiqib ketsa men setib bo'ldi. Agar chiqmay qolib tushib ketsa, men ham 5 ni qo'ysak bo'ldi. Agar bu yerga tushsa 5 ni qo'ysak bo'ldi. Agar tushib yana $100 tushib qolgan bo'lsa, yana 5 ni qo'ysak bo'ldi. Demak 20 stak shuning bilan tamomlandi. Demek siz strategiya oynashingiz kerak degan gap. Buni menga tushmaydi deyilmaydi. Har qanday cho'ng stak tushadi. 2000-yildagi eng cho'ng staklar hozir eng qimmatli staklar aylanib qolyapti-da. Masalan, Nokia oshnasiga birisi ayni vaqtda $100 dan ortiq, hozir $5. Demek bu davrda 20 yilda bir bo'lsa-mu, ajinda bir aylanish bo'ldi. Demek biz Tesla'ni menga chiqib ketamiz demaymiz. Ammo Tesla pek amroqlar buyurun, ammo bu yuqori o'lganda tutamay qolganlar hozir tutishni xohlaydi. Nurg'un aldığılar adamlar bak. Onlar emotional yoki bo'lmasa o'zlarininki shu hissiyotga tayinib ish ko'rdi. Biz bo'lsak texnikaga tayinib ish ko'ramiz. Ham texnika ba'zilar ishini bizdan ishlamaydi. Amaliyotda buni ishonsangiz o'zingizning ishi. Biz faqat shuning asosan ilish olmasdan qaror qilamiz. Agarda 150 tushsa, biz balkim alishimiz mumkin, balki olmasligimiz mumkin. Egan bu bizdan deganimiz sizlarni istab ilinglar, amanglar degan gap emas. Faqatlam bu yerdagi risk xatarni fuqunglar demakchi. Risk and reward deymiz. Xatar bilan reward. Yana payda. Ashninki nisbini fuqunglar kerak demakchi. Shunga biz sizlarga tahlil qilib berdik. Yana bir jihatdan cho'ng bosh, so'l gavda, o'ng gavda tushmoqim. Demak, tushmoqim benak tushdi. 180 da to'xtamdi yoki 150 dimi? Ashu gap. Shunga eng yaxshi yeri 150. Agar 150 tushmay chiqib ketishi mumkin, biz uqmaymiz uni. Ama biz faqat uqmagan holatda nima ish qilamiz? Strategiya qo'llanamiz. Alright, unda bo'lsa bizning strategiyamiz $150. Tushishi mumkin, tushmasligi mumkin. Shunga u o'zingizning strategiyasini o'zingiz chiqarishingiz kerak. Unda bo'lsa strategiyada yana bir qo'yib boqali. Biz SoFi Technology. Bu ayni vaqtda qattiq qo'lga qo'zg'algan ham shundaqlar nurg'unlar kirib, bizim kirgan, lekin chiqib ketdik. Okay. Ma 3 burchak tushgandan keyin $10 tushib ketdi. $16 tushib ketdi. Buni olmaslik kerak. Agar bekarak mayli risk degan bo'lsanglar, masalan, men xatardan qo'rqmayman degan holatda, cho'qim $14 tushib ketgandan keyin buni qat'iy olmaslik kerak. Bir mazgil. Right? Nima ish qiladi deganda ko'rmasa, texnik bo'yicha aytganda, mavu $14 keldi. Tesla Tesla 150. Right. Unda bo'lsa, nima ish qiladi degan gap bor. Chunki bu mavu
Yana bunun da şekiller var. Bu şekil çıktı. Düşüş mukarrar. Düştü. Bir çıktı. Yani çıkış mukarrar düştü. Demek 5 dolar atrapıda hazır. Şuna 5-4,5 dolar. 5 dolar bek uzun turdu dediğimiz mi? Yani 5 dolar turgan vakti maya qarsak 5. aydan başlap hazırgacha 5 ay 5 dolar vaqtda turdi. Şuna ba'zilar deyip qaldı 5 dolar bunun bottom deb, yani eng tuvanaqdi. Unda bo'lsa biz buni analiz qilganmi? Biz buni analiz qilgan. Unda bo'lsa bizning analizimiz qani? Bizning analizimiz mana alright. Biz bu 11 dolar vaqtda analiz qilgan. Shu vaqtda degandik-ki, bu 5 dolar tushsa, normalda 5 tushib muqim. Agar unini bagara tushsa 5 dolar tushadi degan. Demak, 11 dolardan 5 dolar degan 50%. Ma bo'lsam 25%. Shunga biz olmagan. Buni qilch olmagan. Bu qachonqi 2022-yili 3-oy, 1-oy atrofida, 1-2 atrofidagi bo'lgan analizimiz bo'lishi mumkin. 1-oydan 30 ekan. Naq 2-oyda bo'lgan analiz. Hozirgacha 10 oy vaqt o'tdi. Unda bo'lsa, hozir 5 dolar tushdi olamdiq? Yo'q. Bizning bu 5 dolar deb bilganimiz nima degan vaqtda biz shu vaqtda agar 5 dolar tushsa biz buni qayta analiz qilamiz, anoniki ilish ammasini qaror qilamiz degan gap. Hargizmi bu 5 dolar tushsa ina olamiz degan gap emas. Hozir qaradan bo'lsak, buni qayta analiz qilsak, bu toza yaxshi holatda emas. Nimishqa degan vaqtda bu mavu 5 dollarlik 48 ni biz tushib ketdi. Astık düştü, üstü çıkış muqimlaş, üstü çıkmaya taqaştı, düştü. Endi muqimlaş düşüşü, yani bir qatar muqimlaş degan gap. Agar da SoFi company'da, gerçi bu kripto platformda, onun üstü banka, onun üstü o'quvchilarninki, nemisini qildi, o'quvchilarninki, aytsin qilishcha, student loan o'quvchilarninki, qazilish ishlarini qildi. Undan keyin bu hozir qadar amaliy bozor bularga qarshi bo'lib keldi. Nimishqa birinchidan bu kripto bozor crash bo'lib ketdi. Juda tushib ketdi. Ikkinchidan Biden qo'pab o'quvchilarninki o'qish pullarini ko'dirib demadiyini gap qildi. Demak, bular unda bo'lsa pul topolmaydi. Shundaymi? Unda bo'lgandan keyin holatda bir texnik holatda bo'lsa, bu buni ostiga tushib ketdi. Demak, buni 3 atrofga tushishi mumkinlashdi degan gap. Bu nega bordi? Agar bek tushib ketib qolsa, buning tushishi holatga 2,5 3 holatga kelish mumkin. Kelish mumkin dedik, biz chuqur keldi demadik. Okay. Shunlashqa agar buni sizdigan bo'lsak, 2,5 3 holatda kelish mumkin. Kelib andan keyin buni nurg'unlar app almiz deyotganlar bir amg'anlar ular azroq oldida ustiga chiqdi, 5 chiqdi. Yani andan keyingi bozorni biz yani amaliyot qaraymiz. 3-5 ning orqada bir mezgil turish kerak. Mayli usti chiqsin, mayli asti tushsin, mana taraf bir mezgil turish kerak. Shu orqada biz agar swing trading deymiz, 3 ala olsak, 5 sata olsak, shunda apsa deb aytamiz. Shunlashqa SoFi mayli qanday shirkat bo'lsin, bu ayni vaqtda chiqqan vaqti qancha degan vaqtda bu eng yuqori vaqtda 27 dollar chiqdi, hozir 5 dollar. Unda biz 27 dollardan hozir 5 dollar tushib qoldi. Bak tushibdi deb og'lanmaydi. Unda ish yo'q. Unda qat'iy bo'lmaydi. Hozir 5 dollardan tushib ketdi, bu penny stock bo'lib qoldi. Yana birsi SoFi'ninki biz sal instrab qolgan yerimiz nima degan vaqtda biz buningki kirim chiqimini ko'rib baqsaq bo'ldi. SoFi'ninki kirim chiqimi financials. Agar qaraydan bo'lsa 2018 dan beri buning total revenue 269 milyon, 400 milyon, 560 milyon, hatta miyada 984 milyon mandan bir sil aşqanda, anadaki miyaqda 2022-yilda oxiri 1 milyard 4 milyon. Demak, bu yaxshi. Revenue, yana buni umum topgan pul ish vatidi. Ammo buni income-chi, amaliyot topgan foydasi-chi. Bu topgan pul ayrim, foydasi ayrim. Foydasi 252 milyon. Ziyan, minus ziyan bo'ldi deb 239 o'zgarmayotdi. Garchi ma oshgan bilan, revenue oshgan bilan net income o'zgarmayotdi. Miyaq gaplar net income back ishib ketdi aksicha. Mayaq kelganda sal ozg'anda qildi. Lekin shu mayaq bir qo'rqinchlik borda, shuning sababdan tushib ketdi. Demak, bularning foyda elish nisbati to'lab ketib bordi. Shunda 1 billion 1.4 billion so'd qilibma, buningki yana 390 milyon ziyon tortyapti. Yana birisi, agar miya qarasak, buni to'g'ri liability
Ma iş var bu da iş gerek. Ondan karar. Ondan keyin biz yan bir yoqqa qarasak, retained earnings. Retained earnings qarasak minus 474 milyon, 700 milyon, 1.1 billion negative mingwatıdı. Yan bir qaraydigan bo'lsak net free cash flow. Free cash flow amaliyotda shu shirkatning ichida aylantira oladigan pulda. Siz sotgan pulning hammasini kirgan kirimni revenuening hammasini unda aylantirmaysiz. Onun için ba'ziga siz o'zingizniki şirketdeki adamlarga pul versiz, maaş versiz, head cost bor. Demak, onun ichidagi payda oxir berib siz aylantiradigan pul qancha? 2018 1 billion ekan. 2019 92 milyon negatif. 500 milyon 1.4 billion 6 billion negative free cash flow. Demek buların pulu yok diyen gap. Bu bunçilik pulni bulan pek kötürüp bordu. Demek buların baş kuruşu gap var diyen gap. Yakımsa bular nurgun projektga bir vaqtda mablag' sevatgan. Unda bo'lgan ekan, mo'shunda zo'r farq kelib chiqdi. Unda bo'lgan ekan kishilarning bunga ishonch sal to'g'rilaydi. Bizning sal ansirab qolganimiz shu. Hozirgi vaziyatda, hozirgidek iqtisod tuvan, inflation yuqori mezgilda cho'qim bizga kerak nima? Payda balaydigan amaliy net free cash flow, positive net cash flow, free cash flow hattoki bu net income positive bo'lganlarni ilishimiz kerak. Shu vaqtda shuni moslashtirish uchun men sizga tushuntirib qo'yaman. Masalan, Tesla'ni ko'rib boqaylik. Tesla demayli, Nokia deylik. Nokia'ningki Nokia bay so'z degandek bu 2020 atrofida 2000 yil atrofida $100 atrofida to'layman. Ammo buni qarasak, buningki net income 22 billion, 23 billion, 21 billion net income. Yine buningki revenue jiq o'zgarmayadi. Asosan bu normal holatda. Ya jiq tushmaydi, ya chiqmaydi. Ammo net income qarasak qanday? Net income yerda 2018 minus 340 million dikka. Yan bir yili 7 million. Positive. Yan bir yil negative ishga cho'qim yerda businessdan birini setib oldi bular. Bu yoqqa kelganda yana positive 1.6 billion. Bu yoqqa kelganda 2022 1.7 billion. Demak, bizga kerak shu. Agar sofayda mana shunda holatda ma'lum bo'lsa, oldin ishkili, shunda zo'r darajada o'zgarish hosil qilgan bo'lsa, positive number bo'lgan bo'lsa, biz uni yaxshi ko'rdik. Yana birisi balance sheet. Okay, nothing so much here. Liabilities. Mana qaraymiz. Cash flow 2018 minus 300 milyon. Hozir qarasak bu 2 billion 2021 hozirgi 828 milyon. Demak, bularda oldingi 3 yilda bir qator muqimlik bo'ladi. Ham pozitiv bo'ladi. Demak, shunlashqa hozir sen Nokia'ni olamsan yoki bo'lmasa Sofa'ni olamsan desam, aniqlam Sofa'ni olmay Nokia'ni olaman. Demak, asos nima? Buning asosi kuchli bo'ldi. Tipatgan pul to'xtamasdan ish bo'ladi. Demek biz eğer düşsek burma degandik Nokia agarda $3, $3.20 düşse biz muqarrarlikda olamiz deydik. Shunaqa. Okay, hozir mana shakllanadi. Okay, so biz $4, biz $6 vaqtdan boshlab, $5.20 vaqtdan boshlab buni tahlil qilib tashlagan. Shu joyda $4 tushishi mumkin. 3.500 ilish boshlaymiz degandik. 4da biz olmabdik, shuni hozir $5 chiqdi. Az qoldi. Bu bir qadar muqim bo'lgan holat. Ama davamlı turda eğer 3 düşüşü ihtimalliğim var 3-5 eğer bir yak düşse 3-8 altta biz iliş başlayımız 4-3 yaxşı. Şunlaşqa bu kompaniyalarga invest qilganda, mablag' saqanda xolgancha anglabağınımız bo'yicha yoki bo'lmasa bizim hissiyatımız bo'yicha qilsak, cho'qim numaralar asosida analiz qilishimiz kerak. Biz ma analiz qilsak, cho'qim numaralar asoslangan holatdaki asos yaxshi bo'lganlarni analiz qilamiz. Okay, anikin Tel, penny stock. Bu penny stock $5'ın tüvenimiz penny stock oldu. Biz bunu 2000'den başta bekçi qıtım elip sattık. Burun mayaq bir ağınımız var. Birdi 4'te elip 3'te 5'te sattık. 100% yakın. Yakın onu yukarı qalatdiki bir profit. Anek mayaq düşken yana aldık sattık, elip sattık. Aslında alatı meni iyi verdik. Demek biz artık bunu tushunib ketdik. Bir stock ne? Bir adamning xarakteriga o'xshaydi. Köp alatda ko'rsak, tushunsak, bilsak, ko'proq o'qisak, buni biz uningki kilaki, ya'ni bir qitimqi buningki harakatini his qila olamiz. Biz $3 vaqtida, $4 vaqtida biz buni 1.6 to'g'rilab qo'ygan. Ya'ni ma'lum balkim 3.7 atrofida
1.6 olmaz dedik. To'satilgan bu 1.6 tushdi. Biz limit order qilib qo'ygan 1.6 tushgandan keyin biz tam avtomatik ilindi. Andan keyin biz 2 kundan keyin buni 30-40% atrofida paydoq setib etdik. Uning o'tirig'ida meyaq bir oldik. 2.5 yana meyaq tabi setib etdik. 3 holatda. 3 dollarga setib etdik. Bu yana bir 15-20% payda ko'rdik. Andan keyin setib etgandan keyin bu tushib o'tdi. Andan olsa biz buni analiz qildikmi? Biz buni analiz qilgan. Aynı vaqt analiz qilganimizda, okey, mana qarasanglar, mushu yoqdan keyin chiqib, azroq ham past tushib ketdi deydi. Hozir naq 2.6 dika biz analiz qilganda yana 11.9 analiz qilganmiz. Hozir 2 dollar 2.1. Penny stock. Demak bu davomli tushishi mumkin. Shunlashqa penny stock sizlarni o'ynashinglarni biz tavsiya qilmaymiz. Lekin bu yerda nima demoqchi deganda, mayaqda bir usti yuqori ko'tarilish bor. Bu harakat to'satilib, sizning ostida tushib ketdi. Demak, u chaqda buning tushishi muhimlashdi degan gap. Chiqdi, bu chiqqan bekam, men sizning ustida chiqib ketamadilar, tushib ketadi. Taslam azrashna holatda. Demak, bu tushunay bordi. Birda 5, 1.3 atrofida biz 1.35 debdik. Allang chirtiyozda. Shu chaqda biz ilib azroq ko'tarilsa, yana setib etamiz. Demek bu yerdeki demoqchi deganda, bu yerda bizning demoqchi bo'lganimiz hozirgi stok bozorida faqat ilib setish bekerak payda olib keltirdi. Bir marta tutib turib olish unchalik payda keltirib bo'lmaydi. Ammo siz 25 yosh, 30 yosh atrofida bo'lsangiz, app tashlab qo'ysangiz bo'ldi. Lekin bu 5 dollarlik stoklar emas. Mana yo'g'an cho'ng Apple, Tesla degandek stoklar 5 dollarni app 30-40 yil tashlab qo'ysangiz, u chaqda o'limini ko'rsiz. Kunni ko'ryapsiz bo'lmaydi. Şunlaşqa sizning yashingizga bog'liq. Sizning ortiq kirim bormi, shuningga bog'liq. Şunlaşqa biz bu yerda eshikni stak ilib sotinglar demaymiz, faqat o'zimizning analizini dedik, strategiyasini dedik, olamsiz odamsiz bizlar munosabatsiz. Ammo ilib sotganda cho'qim shirkatni bildigan, tahlil qila oladigan, faqat shirkatlar emas, shirkatlar emas, cho'ng holatdagi bozorni tahlil qiladigan odamlardan masala so'rashinglar kerak. Ondan keyin sizningki pul tepish, hattoki ziyon tortmasligingiz tuvallaydi. Tuvalaydı. Ziyan tatmaslık tuvalaydı. Pul tepiş yukarı götürüldü. Arkamdaki çoğun stak düştü. Şu esnafı olsun. Okey. Onda basa görüşeceğim ablayla. Soğulanlar basa. Devamlı kıldırsam abla.